uzilish turlari. Tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasi. f(x) funksiya a nuqtaning biror delta atrofida yoki o'yilgan atrofida aniqlangan bo'lsin. Agar f(x) funksiya a nuqtada aniqlanmagan yoki a nuqtada bu funksiya uzluksiz bo'lmasa, ya'ni x a ga intilgandagi f(x) funksiyaning limiti f a ga teng munosabat bajarilmasa, a nuqta f(x) funksiyaning uzilish nuqtasi deyiladi. Tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasi. f(x) funksiyaning x barobar a nuqtadagi limiti mavjud bo'lishi uchun ushbu funksiyaning a nuqtadagi chap va o'ng limitlari mavjud bo'lib, ular bir-biriga teng bo'lishi kerak edi. Demak, funksiya o'ng va chap limitlarga ega bo'lib, ular bir-biriga teng bo'lsa, f(x) funksiyaning limiti mavjud. Limit mavjud, lekin funksiya a nuqtada aniqlanmagan bo'lsa, a nuqtada funksiya tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasiga ega deyiladi. Buni quyidagi chizmada ko'rsatishimiz mumkin. Demak, f(x) funksiyamiz grafiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'ng va chap limitlari mavjud, ular bir-biriga teng, lekin funksiya a nuqtada aniqlanmagan. Yoki boshqa holatda f(x) funksiyaning a nuqtadagi limiti mavjud, ya'ni o'ng va chap limitlari mavjud, bir-biriga teng va funksiya a nuqtada aniqlangan. Ammo f(x) funksiyaning a nuqtadagi limiti funksiyaning a nuqtadagi qiymatiga teng bo'lmasa ham, a nuqta funksiyaning tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasi deyilar ekan. Quyidagi chizmada f(x) funksiyaning o'ng va chap limitlari mavjud, ular bir-biriga teng. Funksiya a nuqtada aniqlangan, lekin a nuqtadagi funksiyaning qiymati fa boshqa joyga tushib qolyapti. Ya'ni o'ng va chap limitlarga qiymatiga fa ning qiymati teng bo'lmayapti. Mana shu tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasi deyiladi. Qanday buni tuzatish mumkin? Buning uchun mana shu a nuqtadagi qiymatni aynan o'ng va chap limitlarning qiymatlariga teng qilib olishimiz mumkin. Mana shu holatda olsak, funksiya uzluksiz bo'lib qoladi. Quyidagi funksiyani qaraylik. X ko'paytirilgan sin 1 taqsim x. Bu yerda x teng 0 nuqtada qaraymiz. X teng 0 nuqtada funksiya qanday uzilish nuqtasiga ega? Demak, funksiyaning x teng 0 nuqtadagi limiti mavjud, lekin funksiya 0 nuqtada aniqlanmagan. Funksiya grafiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, haqiqatdan ham funksiyaning chap va o'ng limitlari mavjud, ular bir-biriga teng. Lekin funksiya 0 nuqtada aniqlanmagan. Demak, funksiyani x barobar 0 nuqta tuzatilishi mumkin bo'lgan uzilish nuqtasi bo'ladi.